Nega men texnikalarni yaxshi ko'raman, yana u oshxonaga mos bo'lsa, menimcha hamma ayol yaxshi ko'radi. Kenwood brendi bilmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Bilmaydigan ayoli bo'lsa, men sizlarga hozir buni tanishtiraman. Like bosgan hamma ayollarga shu texnikadan nasib qilsin. Xamir qoradigan nasatka, sus nasatka xamirli qorsa bo'ladi. Hamma salatlarni to'g'rab beradi, aralashtirsak bo'ldi. Bu nasatkalari, shu nasatkasiga moslab turib, hamma narsani to'g'rab beradi. Wow, blender, ruchnoy mikser. Merengeviy rulet sirlari bilan o'rgatib qo'yaman. Tuxumni oqini yaxshilab ko'pirtiramiz. Bezet tayyor bo'lganini qatdan bilasizlar. Qo'linglar bilan ko'targaningizda mana shunaqa qush tili paydo bo'ladi. Ana o'shanda bezeyimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Listga pergament solib, endi bezelarimizni tekis qilib yoyib olamiz. Listga to'g'irlab yoyganimizdan keyin 150 gradusga 35 minutga duxovkaga qo'yib yuboramiz. Duxovkaga usti qotgungacha qo'yamiz. Где-то 35 minutda tayyor bo'ladi. Bezeshkali sovib oldi. Endi orqasini o'girib olamiz. Kremlarimizni seliy surib olamiz. Ustiga kremlarni chiroyli qilib yasatib chiqamiz. Merengeviy ruletga o'xshamayaptimi? Kichkina mikserda emas, katta mikserda tayyorlaylar. O'shanda merengeviy rulet bittada o'xshab chiqadi. Bismillah.